Hop, Samarqand fason darvozamizga tok karishni setkamiz. Bunda levisi berilish jarayonida turibdi. Darvozamiz juda ideal holatda chiqdi. Qurilish ham bizning holatda. Bo'ron ham juda ham chiroyli holatda chiqadi. Atmotomni bir xil mokriy svet setilsa ham juda ham chiroyli holatda chiqadi. Bu ham o'ziga yarasha yuz bergan darvozamizga. Gullari bilan, qo'shilari bilan hamma javobgarligi bilan. Bu tomonda kichkina kolesga. O'zimcha mehnat yo'qmaydi, bo'ldi. Ustani sabriga mana desa, qiyin-a? O'zimcha mehnat yo'q. Sabr bilsin, astag'firullah bo'ling. Haqiqatda ponni qo'lda shunday cho'tka bilan berilgan hisobiga bu ishimiz ancha qo'l tutib qoladi.